rus xalqi, qirg'iz xalqi ham, o'zbek xalqi ham albatta juda katta natijalar kutadi. O'zbekistonga kelgan mamlakatlik ish safarim jo'n ele kelib ketish emas, bardıq masalalarni chechib ketish bolchu, oshol maqsadga jetem deb tereң ishonamın. İkide qardosh elni birlashtirishimiz kerak. Bizning maqsadimiz shu o'zi bugungi yig'ilishda. Men jana menin komandam Özbek tarap menen jigerdүү harакеттенүүгө жана мындан ары өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө толук даяр экендигин билдирем. Do'stona va samarali muloqotlarimiz bizning hamkorlik borasidagi niyat va qarashlarimiz uyg'un ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Bironta kichkina masala qolgan yo'q, batafsil kelishib oldik. Все, что здесь стоит, это вот подарок Кыргызскому народу.